hozirgida trend esiryapti, kuponingizdan boshlaymiz. Shuni turalari. Sport xolodilniklar. Haftagina bemalol ishlatsa bo'ladi. Qanaqa ko'p to'lashakki, hech kim Shunda bor ekan. zo'r narsa. Vashti zo'r. Hammasi. Hozir Ispaniyaga turam, kuxunni ham nima bo'lsa, vashdan qo'yilyapti, oilalarga. Chekasi, qorasi, goldi hammasi bor bunga. Qalin temirlar. Bular veshniga chiqargan narsalarda oldingi rossiyskiga o'xshaydi. Keyin katta og'irlik ko'taradi, taraqlamaydi, o'zini zavодской rezervasi bor. To'plangan zavodchi. Bu guchi. Lekin hozir oxirigacha o'rnamayapti. Sho'rlar. Stakanga o'xshagan idishlar, choylar, tuzlar uchun. Ochib yopganlar, bular so'ygan juda ham ular. Kendalarimiz. Bu har doimgidek pastga tushadiganlar. Kichkina hozirgina. Bu so'ygan. Pastga qo'yiladigan narsaga o'zi tepaga qo'ysa ham bo'ladigan. Kichkina ishlar uchun. Ajoyib yechim. Kombinatsiyani bu tarafdan ko'rsataymi? Toshga o'xshagan lamina zo'r chiqqan edi. Hozir eng zo'r narsani ko'rsataman hozir. Qarab. Eng zo'r narsa tarafga tushib ketishga oson, hozir ko'rsataman. Kimetlarni ochib qo'ygan ichga. Shunday tortasiz aka. Onu pastgacha tushadi xullas. Doskasini qo'ysangiz bo'ladi. Zo'r narsa. Bu stol bo'lishi har yerga. Hozircha noqulay bo'lishi. Ham temir, ham MDF. Krashlar ham mo'shli. Shunga o'xshagan narsalar kerak bo'lsa, biz kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan zo'rlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyin xotirjamlar chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. O'zimizdan shashilib narsalarni olib ketyapmiz shou-rumlarimiz. Hozircha Qirg'izistonda Bishkekda. Ketdiga olib oldik-a.